Tishlari qiyshiq bola bilan gaplashgan bo'larmisiz? Yo'q. Yo'q. Tishlari qiyshiq yigitga turmushga chiqqan bo'larmisiz? Yo'q. Yo'q. Tishlari qiyshiq yigitga turmushga chiqqan bo'larmisiz? Bo'lasiz. Tishlari qiyshiq yigit bilan gaplashgan bo'larmisiz? Bilmasam, yo'q bo'lsa kerak. Yo'q. Turmushga chiqish taklifi bildirilsa-chi? Yo'q. Rad qilasiz. Qarang, tishlari qiyshiq yigit bilan gaplashgan bo'larmisiz? Yo'q, qiyin. Sizchi? Bilmayman. Tishlari qiyshiq yigit bilan gaplashgan bo'larmisiz? Bilmadim. Bilmadingiz. Tishlari qiyshiq yigit bilan turmush qurgan bo'larmisiz? Turmush qurish uchun tishlar ahamiyati yo'q bo'lsa kerak. Tishlari qiyshiq yigit bilan gaplashgan bo'larmisiz yoki turmush qurgan? Tishlari qiyshiq yigitga turmushga chiqqan bo'larmisiz? Ha? Bilasiz. Ha? Salomat bo'ling. Bir-ikki qilamiz, belli. Bir-ikki. Yo'q. Tishlari qiyshiq yigitga erga tekkan bo'larmisiz? Yo'q. Agarda tishlaringizni qiyshiq deb hisoblasangiz, Umid Medical Centerga tashrif buyuring.